Bismillahirrahmanirrahim. Mana birodarlar, hozir sizga kirishlikni boshladik. Alhamdulillah birodarlarning ma'naviyati buyuk. İnşallah jannatlarga shoshgan holatda. İnşallah. Orqaga qaytmasdan borishyapti. İnşallah. Alhamdulillah. İnşallah oz qoldi Alloh taolodan sobit qadam qilishligini so'raymiz inshaalloh. Amin. Asirlarni ozod qilishni Alloh taolo o'zi bizga nasib etgan bo'lsa. Va Alloh taolo kofirlarning kuchlarini zaif qilib, ularni otayotgan o'qlarni har joyga uchirayapti. Biz birodarlarning otayotgan o'qlari har joyga otilsa ham ularning boshlariga tushib İnşallah. Alloh taolo o'qlarimizni to'g'ri yetkazgan bo'lsin. Bu kofirlarga xitobimiz shuki, mana Shom diyoriga hamma yig'ilib keldi inshaalloh. Bu yerdan endi bizning davrimiz keldi. Endi musulmonlarning davri keldi. Endi xalifalikning qurilishligining davri keldi. İnşallah. Mana birodarlar har tarafdan yig'ilib kelishmoqda inshaalloh. Sizlar bilmaysizlar. Sizlar bilmaysizlar Shomdan nima ekanligini. Shomda islomiy xalifalik tuziladi inshaalloh. Va bu dunyodagi barcha musulmonlarni ozod qilamiz inshaalloh. İnşallah. Takbir! Allohu akbar!